Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun go'jetda kon mevalari mana qandli diabet kasalligida qanday effekt beradimi, yo'qmi degan uni bilan gaplashamiz. Mana eslab bilsangiz, oldingi paytlarda, mana sayz paytlarida bu qandli diabet, saharli diabet degan narsalar deyarli juda kamdan kam odamda uchrardi-da. Hozir mana oxir paytlarda judayam bir rivojlanib ketdi. Даже yosh menga ko'pincha qo'ng'iroq qiladi-da, farzandim 7 yoshda saharga chalinib qolgan deb. Oldin bunaqa yoshlarda bizlar umuman eshitmaganmiz-da. 7 yoshli bolalarda sahar bo'lishini yoki bir 40 dan o'tgandan keyin bo'lishini. Bu sahar degan kasal deyarli juda kam edi-da, eslab bilsangizlar. Hozir paytlarda juda ham ko'payib ketyapti. Даже yoshlarda orasida ham, balog'atga yetmagan yoshlarda orasida ham sahar ko'payib ketyapti. Mana meditsina aytayaptiki, bularda avlodida sahar bo'lib o'tgan, o'sha suyak surayapti degan gaplarni ham eshitaman. Lekin bunga men ishonmayman. Bu qaysi kuni ham bittasi bilan gurung qilishdim telefonda. Meni opamda bor sahar deydi, meni onamda bor sahar, singlimda bor, keyin o'zimda bor sahar, bizlardagi avloddan kelyapti sahar deydi. U bekor gap. Bekor gap. Kimniki hazmi buzilganmi, ichida qotish bormi, ichaklarda buzilish bormi, ichaklarda zaharlanish bormi, saharga yetib qo'yadi. U otasida bo'lmasa ham, onasida bo'lmasa ham, avlodida bo'lsa ham borib qoladi shu yoqqa. Kimniki ichagi toza bo'lsa, ichagida zaharlanish bo'lmasa, hazm buzilmasa, mana o't qopida dimlanish bo'lmasa, sahar bo'lmaydi. Saharga chalinsa ham ochiladi shu odam. Bu sahardan qutulish uchun avvalambor kayfiyatni yaxshi qilish kerak. Kayfiyati yaxshi odamda kasallik deyarli bo'lmaydi ham. Doim yaxshi kayfiyatda yurgan odamda ich qotish ham bo'lmaydi. Ichakda zaharlanish ham bo'lmaydi. Yana shu ovqatlanishga kelib taqalamiz. Ovqatlanish madaniyatini bilmayganmizmi, kasaldan qutula olmaymiz. Ovqatlanish madaniyatini o'rganish kerak. Ovqatni kamroq yeyishni o'rganish kerak. Ovqatni vaqtiga yeyishni o'rganish kerak. O'shanda hamma kasaldan qutulsa bo'ladi. Qachonki ovqatlanish madaniyatini o'rganmaykanmiz, kasallikdan qutulib bo'lmaydi. Mana o't dimlanishi uchiryaptimi, u erta saharga yetib qo'yadi yoki jigar sirroziga yetib qo'yadi. O'tni dimlangani yaxshi emas. O'tni dimlanmasligi uchun mana yog'li ovqatlardan sal tiyinish kerak. Yo'q, beyog'li ovqat yeyolmayman desa, nihoyatda kamroq iste'mol qilish kerak o'shani. Bu zo'r ekan deb yog'li ovqatdan to'yib oldingizmi, oshqozonga nagruska qilyapsizmi, o'tda dimlanish bo'lyaptimi, erta saharga yetib qo'yadi. Saharda o'zi kimlarda ko'p uchraydi? Mana semiz odam, haddan tashqari semiz odamlar saharga borib qoladi. Notekis ovqatlanib yurgan odam saharga borib qoladi. Tushkunlikda, doim tushkunlikda yuradigan odam saharga borib qoladi. O'sha uchun tushkunlikka tushmaslik kerak. Ovqatlanish madaniyatini o'rganish kerak. O'shanda sahar sizni bezovta qilmaydi. Nafaqat sahar, boshqa kasalliklar ham bezovta qilmaydi. Qachonki ichakda kamchilik bormi, har qanday kasallik kelib chiqadi. Har bir kasallik kelib chiqishi ichakdan. Ichakda kamchilik bo'ldimi, даже mana girijalar ham ichakdan deyapti-da. Bunda olib qarasangiz mantiqqa to'g'ri keladi. Ichakda o'zgarish bormi, modda almashuvi buziladi. Modda almashuvi buzildimi, har qanday kasal kelib chiqaveradi. O'sha uchun doim kayfiyatni yaxshi ushlashga harakat qilish kerak. Mayli sizda sahar bormi, mayli davlina bormi, o'sha kasallarni iloj boricha unuting, men sog'lomman deb yashashga harakat qiling. Shunda sahar ham har qanday kasal sizdan qochadi. Voy, saharda orttirib qo'ydim, endi nima bo'ladi, endi qanday yashayman, u tushkunlik yaxshilikqa olib kelmaydi. U kasaldan siz tuzalib ketishingizga ham yetib qo'ymaydi. Naborat sizni charchatadi, oldiga qarab intilmaydi. Siz atrofga qarang, atrofda shunday bir go'zal manzaralarga e'tibor qiling. Yaxshi yashashni o'rganish kerak, yaxshi fikr qilishni,
yaxshi xayollar surishdi, yaxshi ishlarni boshlang. Siz yaxshi tomonga intilyapsizmi, kasal haqida o'ylamang. Mayli u Alloh tomonidan berilgan kasal, Allohning o'zi oladi u kasalni sizdan. Faqat siz kayfiyatingizni yaxshi qiling, yeb ichishingizni to'g'rilang, ovqatlanish madaniyatini o'rganing. Hammasi izga tushadi. Qachonki siz tushkunlikda yuribsizmi, juda qiyin masala. Tushkunlikka tushgan odamni ichida ich qotish bo'ladi, ichakda buzilish bo'ladi. Nastroyeniyasi tushgan odamni appetiti ham bo'g'iladi. Appetit bo'ldimi, hazm buziladi. Bari o'zingizni kayfiyatingizga kelib taqaladi. Bir xillarga qarasangiz, umuman qovog'i ochilmaydi. Ha, kasalman. O'ylamanmi, shu kasaldan o'tsam kerak endi. Unaqa fikr qilmas kerak. Men shu kasal tegibdi menga, men shu kasaldan tuzalaman. Tuzalishim kerak. Mana shu Gujetda.com mevalardan iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bular immunitetni ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashishini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni olayapti, hazmni yaxshilayapti, o't qopida dimlanishni olayapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalayapti. O't qopida dimlanish bormi, hazmni buzilgani bu. Hozir kimni yetib o'ziga solsangiz, o't qop qiyshaygan deb chiqaradi. Kimni yetib o'ziga tushirsangiz, jigarni yog' bosgan deydi. O'shalardan qutulish kerak. O'shalar oxir-oqibati yaxshilikqa olib kelmaydi. Bu uchun ovqatlanish madaniyatini o'rganish kerak. O'zingizni bir xursand tutishni o'rganish kerak. Sizdagi bor kasalni seving, qarish sevgan kasalingiz sizdan necha kun turar ekan. Hech kim ham sevgan narsasiga erisha olmaydi-da. Nimaniga yoqtirmasa shu boshiga kelaveradi. Hamma qashshoqlikni yoqtirmaydi. Hamma odam qashshoqda ko'rinadi. O'sha uchun seving sizga tekkan dardni. Sizdan qochib ketadi turmasdan. Kayfiyatingizni yaxshi qilingizlar. Kayfiyatga bog'liq. Mana Gujetda.comdan olib iste'mol qilingizlar. Maslahatli ichib. Iloji boricha ikkitagina ko'chatdan ekib olish kerak. Chunki men doim aytaman, inson sog'lom yashash uchun ikkitagina ko'chati bo'lish kerak har bir xonadonda. Ko'p odam bu Gujetda.comni nimaligini ham bilmaydi. Bu asli yagidi goji. Goji beri degan nomlari bor. Faqat yagidi goji deb sotishga menga taqiq qo'yilgan. Chunki O'zbekistonda kimdir birov buni patentlayotganim. Shunga o'xshash mevani. O'sha uchun mulk agentligidan qo'ng'iroq bo'lyapti, sotmaysiz. Sotadigan bo'lsangiz ishtirafi bor degan maqsadlarda. Men aytdim, "Hay, unda nomini o'zgartiramiz. Maqsadimiz shu xalqqa xizmat qilish, xalqni sog'lom yashashga o'rgatish. Dori-darmonlardan, ximika dorilardan qutulish. Tabiiy giyohlarga o'tish maqsadimiz. Inson sog'lom yashash uchun imkoniyat juda ko'p. Jiddiy ham ko'p imkoniyat. Faqat bundan to'g'ri foydalanish kerak. To'g'ri foydalansangiz juda ham qimmatga ham tushmaydi. Bu kayfiyatni ko'tarib yashash qimmatli qilmaydi. Faqat o'zingizni bu kayfiyatingizni ko'tarib 40 kun ko'taring, kayfiyatda yashang. Qaytibsiz nasliyangiz tushmaydi. Chunki miya shunga moslashadi. Miyani qaqa boshlasangiz shunga boradi miya. Faqat kayfiyatni yaxshi qiling, ovqatlanishni yaxshi yo'lga qo'ying. Ovqatlanish madaniyatini o'rganing. Kechki ovqatni nihoyatda kamroq yeyish kerak. Yeganda ham sal baroqroq yeyish kerak. Endi to'g'ri, kimdir smena bilan ishlaydi. U обязательно ovqat yeyish kerak. Kimdir hech ish qilmaydi kechqurun. Pensiya yoshda yoki 50 dan oshgan o'zi kechqurun ishga chiqmaydi. Ovqat yeydi, choyni ichadi, yotadi. Keyin hazm buziladi. Siz fizik bir ish qilmayapsizmi, ovqatni nihoyatda kamaytiring. Bir 3 kun kamroq ovqat yeyishga o'rganing, 4-kuniga ko'p ovqat tortmaydi. Oshqozon shunga moslashib boraveradi. Nimaiki qilsak shunga moslashadi tanamiz. Nimaiki qilsak. O'sha uchun qiziqingizlar. Maqsadimiz faqat sog'lom yashash. Sog'lom yashashni o'rganish. Tanani shunga moslashtirish. Tanani o'zi kurashsin har qanday dard bilan. Qo'yib beringizlar. U aptekadagi dori bilan emas. Tanani o'zi kurashsin. Tanani o'zi har qanday kasallikni yengib o'ta biladi. Faqat bunga biz imkoniyat beraylik. Imkoniyat. Mayli sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar doimo.